Bunaqa faqat siljetmaymiz obunachilar. Mana shu yerda qoladi. Joyi mana shu. Suv idishini olib qo'yamiz. Tepada montajlarni qilganman, ko'rgansizlar. Kechqurun oldin yopib qo'yamiz. Mana shu yerda shu yopmas ekan bo'laveradi. Hozir bularga bugun don berishim kerak yo'q. Suv berishdi ham. Xudo xolasa ertadanmi ko'ramiz-da. Lekin bularga svet qo'yib qo'yish kerak. Xo'p, shunda ishda bo'lyapti. Obunachilar 3 6 7 boshqa yo'qmi? Mana 8 ta ekan obunachilar. 8 ta. Ikkita olamdan ko'z yumdi, 9 ta, 10 ta. Boriga baraka. Lekin juda ajoyib chiqdi. Odamlar ko'zi quvonib tomosha qildi. Bitta Babazan degan nomni kim eshitganmiz kommentar yozib qoldirdi.